Bugun sizlar bilan Ziyod Choqchev restoraniga tashrif buyurgan yosh katta otaxon hamda onaxonlardan restoranimiz haqidagi fikrlarini so'raymiz. Nimaga aynan Ziyod Choqchev restoranini tanladingiz? Bir keldikda rizqimiz chetga qo'shilgan ekan bolam. Maqtashdi, ko'p odam maqtashdi, keldik. Maqtagandek bor ekan, taomlari hammasi joyida. Taomlarni yeb ko'raylik deb kirgan edik. Mana hozir do'stimiz aytgandek, tinch, osoyishta. Restoranimizda aynan qaysi taomlarni tatib ko'rdingiz va ular sizga yoqdimi? Hozir shashliklar yeb ko'rdik, yaxshi, boshqa joylarga nisbatan. Mazasi juda ham yaxshi, yoqdi bizga. Ovqatingiz yaxshi ko'z tegmasin, mazali ovqatlar tayyorlashlar. Restoranimizning atmosferasi sizga yoqdimi? Atmosfera juda ham yaxshi, sokin, shovqin yo'q. Oilaviy kelishga, ya'ni qulay joy. Bolalarga ham, kichkina bolachalarga ham joylar bor ekan. O'tirimiz yaxshi, do'stlar bilan gaplashib o'tirimiz yaxshi. Yaxshi ixchamgina o'tiribmiz, shinamgina. Salqin, odam kam, o'zlarimiz mana bemalol o'tiribmiz. Rahmat. Ovqatlari shirin, mazali, yaxshi. Kelinglar qizlar, hammanglar. Yaxshi joy. Mazza qilib o'tirib ketasizlar. Restoranimiz haqida mijozlarimizdan fikrini eshitdinglar. Barchalarni Ziyod Choqchev restoranida kutib qolamiz. Aytgancha joylarni oldindan bron qilib qo'yinglar.